Ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi qo'riqlash xizmati tomonidan xodimlarning madaniy hordiq chiqarishini ta'minlash, ularning ma'naviy dunyoqarashini boyitish va tarixiy merosga bo'lgan hurmatni yanada oshirish maqsadida muntazam ravishda ma'naviy-ma'rifiy tadbirlar tashkil etib kelinmoqda. Ana shunday tadbirlardan biri Samarqand shahrida joylashgan yurtimizning boy tarixi va madaniy merosini o'zida mujassam etgan Afrosiyob muzeyiga sayohat uyushtirildi. Mazkur sayohatda qo'riqlash xizmatining shaxsiy tarkibi faol ishtirok etib, muzey ekspozitsiyalari bilan yaqindan tanishdi. Tadbir davomida xodimlarga Samarqandning qadimiy tarixiy Afrosiyob shaharchasining arxeologik yodgorlik sifatidagi ahamiyati, shuningdek, bu hududda olib borilgan ilmiy qazishmalar natijasida topilgan noyob ashyolar haqida atroflicha ma'lumot berildi. Ayniqsa 7-8 asrlarga oid devoriy suratlar, kulolchilik buyumlari, tangalar va boshqa tarixiy eksponatlar ishtirokchilarda katta qiziqish uyg'otdi. Sayohat doirasida xodimlarga Samarqand dunyo sivilizatsiyasida tutgan o'rni, Buyuk Ipak yo'lidagi strategik ahamiyati hamda ajdodlarimiz tomonidan yaratilgan bebaho ma'naviy madaniy meros haqida qiziqarli ma'lumotlar taqdim etildi. Bu esa xizmat vazifasini sidqidildan ado etayotgan xodimlarga milliy iftixor va vatanparvarlik tuyg'ularini yanada mustahkamladi. Bugun tashkil etilgan sayohat davomida xodimlar Afrosiyob muzeyida bo'lib, bu yerda o'tmish bilan bugunni bog'laydigan qimmatli ma'lumotlarga ega bo'ldi. Bu esa xodimlarning ma'naviy bilimini yuksaltirishga xizmat qilishi bilan ahamiyatlidir. Ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi qo'riqlash xizmati tomonidan tashkil etilib kelinayotgan bu kabi tadbirlar shaxsiy tarkibning yurtimizning boy tarixiga bo'lgan qiziqishini oshirishi bilan birga ularning vatanga bo'lgan muhabbatini, kasbiga bo'lgan sadoqatini yanada mustahkamlashga xizmat qiladi. Tadbir nafaqat madaniy hordiq chiqarish, balki jamoa a'zolari o'rtasida o'zaro hamjihatlikni kuchaytirish, sog'lom ma'naviy muhitni shakllantirishga ham xizmat qildi. Xodimlar tarixiy merosimiz bilan yaqindan tanishar ekan, o'z xizmat faoliyatida mas'uliyat, sadoqat va fidoyilik kabi fazilatlarni yanada mustahkamlash zarurligini yana bir bora anglashdi.